Sizlar bilan yana Betacraft. Bugungi videomizda biz sizga eng zo'r uylardan birini ko'rsataman. Birinchi men sizlarga uyimni tanishtirib chiqishim mumkin. Sen uyimni ochdim. Bu o'yin. Bugun men sizlarga mana shu katta uyda qanday narsalarni tanishtirib chiqishmoqchiman. Bo'lmasam ketdik. Mana bu karvatlar va sandiqlar va mana bular. Mana bu esa bir qochish yo'li deb ataladi. Bunga hech kim e'tibor bermaydi. Va biz ochamiz. Bu yoqda suv bor. Bizlar ko'prik qilsak bo'ladi. Va albatta buni sirli nafas olish joyi ham bor. Mana bunday qilib nafas olasiz. Masam ketdik. Buning tagida siz juda ham katta narsa bor. Uni hali ko'rsata olmayman. Bu videoni boshida ko'rsataman. Oxirida ko'rsataman. Oxirida ko'rsataman. Masam tepaga o'tga ketyapmiz biz. Bosam mana bizning uyimiz. Bu changalzorlarni olib tashlaymiz. Bizga kerak emas. Mana bizning tepa qavatimiz bu yoqdan kimdir topish uchun kamon bilan otish uchun mo'ljallaydi. Ana bu esa bu yoqlarga maxluq, qonlar topishga ketamiz. Mana bu bizning uy. Siz bizning zonamizga ulansangiz, albatta mana shu yerga shunaqa joyga tug'ilasiz. Shular meni uyim. Ko'rsatdim. Bosam bitta parkur qilamiz. Parkuram qilisham yomonda. Mana buni qo'laymiz va uning tagiga qarang. Bu yoqda dinamotlar tiqlayapti. Sandiqda o'tsangiz siz boy bo'lib ketasiz. Shular meni uyim yoqgan bo'lsa va like va obuna. Sizlar bilan Betacraft